Yoshim 54 da. Aha. Mana bugun 26-mart 2025-yil. Siz 3-mart kuni kelgan edingiz. Kelganingizda nima muammolar bilan keldingiz? Endi kelganimda muammolar juda ko'p edi. Eng asosiylarini ayting iltimos. Eng asoslari qon bosim, uyqusizlik, bosh og'riq, vahima, oshqozonda bo'g'in og'riqlari bor edi. Umurtqada asqandiroz bor edi. Rahmat. Mana shu kelganingizdagi sog'ligingiz nechi foizli, hozir nechi foiz bo'ldi? Sog'ligim hozir 100% desam adashmayman. 100% ga sog'lom bo'ldim. Men sizni yaxshi tushundim. Mana shu yerda hozir 100% ga sog'lom bo'lsangiz, ozroqgina qolgan qutqani bo'lsa, mana bu yerda olgan bilimlaringiz bilan nechi foizga sog'ligingizni tiklagan bo'lsangiz, qolganini ham tiklab olish qo'lingizdan keladimi? Albatta qo'limdan keladi. Qo'lingizdan keladi. Albatta. Endi uyqusizlik nima bo'ldi? Uyqusizlik yo'qoldi. Mana uyqusizlik yo'qoldi, sog'liklaringiz tiklana boshladi. O'sha miya quvvati ortadi deb aytgan edim. Shu to'g'ri emas ekanmi? To'g'ri ekan. Miyangiz quvvati nimadan tushib ketgan ekan, siz bilasizmi o'shani? Endi miyaning quvvati shu ko'p o'ylashimdan, yomon fikrlarni menga ichimga kirib olganidan. Ko'p siqilishingiz sabab bo'lar ekanda. Masalan, davlenani kuniga 5-6 marta oshardi davlena. Beka kelganingizda nima bo'ldi davlena? Mana hozir soppa-sog'man. Oshmayaptimi yo ochdimi beka kelganingizda? Boshqa yo'q, mana dori ham ichganim yo'q. Soppa-sog'man. Vahimalar yo'qolib ketdimi? Vahimalar yo'qoldi. Uyqu joyiga tushdi, qon bosim joyiga keldi, vahima yo'qoldi. Umurtqa pog'onida og'riqlar bor dedingiz. Nima bo'ldi? Hammasi qoldi. Hammasi qoldi. Odam dori-darmonsiz sog'ayar ekanmi? Sog'ayar ekan. Bunga endi bega kelmaguncha ishonmas ekansiz. Odam tushunolmaydi-da. Tushunib bo'lmas ekan buni. Buni ichiga kirib, siz darslaringizni qabul qilib, shuni to'g'ri tushunsa, ishonsa, har qanday kasallikni yengib chiqar ekan. Rahmat. Belki kelganingizcha qancha? 1 yil kasal bo'ldingizmi, 6 oy kasal bo'ldingizmi, qancha kasal bo'lib yurdingiz? Bunaqangi kasalga chalinganimga 5 yildan oshib ketdi. 5 yillar. Bir necha marta davolanganmisiz kerak-ku? Ha, kardiologiyada davolandim, 3-4 martalar. Davolanmaga yarim qolmadi. Qancha ukollar, qancha dorilar? Menga umrbodga dori ham yozib berdi, umrbod ichasiz. Yo'q. U dorining nomi nima yo'q? Dori endi davlenaga qarshi amnistiya degani bor. Rasa oshib ketsa kaptapirin ichaman. Trombopol ichaman. Keyin ko'p yana ikkita ushlasi bor, hozir xayolimga kelmay qoldi. Ilohim unutib yuboring. Malades, malades. Qisqasi, mana shu sog'lomlikni bir umrga ushlab qola olasizmi? Ushlab qola olaman. Sabablarini tushundingiz, endi o'zingizni kasal qilmaysiz-da. Endi odamlarga ham nimani tavsiya qilaman? Men o'zimni boshimdan o'tdi. Shu narsalarni ko'rib o'tdim. Shuni mana Ahmadjon akani oldiga kelib, shu narsalarda o'zi ishonch hosil qilsa, shuni yurakdan ishonch hosil qilish kerak-da, yurakdan ishonch hosil qilib, tuzalar ekanman deb o'ylasa, o'sha odam sog'ayib ketadi. Ixlos qilsa, tuzaladi. U rak bo'lmaydimi? Rakda ham sog'ayadi. Malades, malades. Tushunganingiz-da siz. Rahmat sizga, omon bo'ling. Hamma kasalni o'zimiz yaratar ekanmiz. Rahmat. Bizning miyamiz, o'ylarimiz, fikrlarimiz kasalni yaratar ekan. Bizni jussamiz, jismimiz nima? Jismimiz sog'lom. Miyamiz kasal bizni. Xayolimizni to'g'rilashimiz kerak. Xayolimizni to'g'rilashimiz kerak. Rahmat. Bu eskilarda gap bor-ku, oldin kasal odamni jismini emas, ruhini davolagin deydi. Xuddi shunday. Ruhini. Biz mana shunday kasal bo'lar ekanmiz. Biz mana shularımizdan kasallik kelib chiqar ekan. Rahmat, rahmat. Shuni men tushunib yetdim. Siz yana bu yerda hozir tushunib yetib, hayotda tanigan odamlaringiz falonchi nima kasal bo'lib qolgan ekan, nima tuzalmasdan o'tib ketdi.
pistonchini olib kelsa shakar tuzaladi degan bir xayollar o'tib shularni kasalligini tomirini tushunib oldingizmi? Juda tushundim. Xayolingizdan o'tib bilgan bo'lsangiz kerak. Ko'pchilikka tavsiya qilaman-ku. Haligi o'zlaringdan. Xulosa o'zlaringdan. Rahmat, shunday deng. Xulosa o'zidan. Xulosa o'zlaringdan. Xulosa. Rahmat. Ishonch hosil qilsalaring keyinlar menga o'xshab sog'ayib ketinglar.